Sizni studiyaga taklif qilishdan oldin siz haqingizda ma'lumot eshitdim. Ya'ni bir tanishimni bo'g'imlarida kasalliklari bo'lgan ekan. Ya'ni o'zlarini yaxshi his qilmaganlar, yurishda qiynalganlar, zinalardan tushib chiqishda. Aslida meni xayolimda bu muammo tibbiy va jismoniy muammo, ya'ni qo'l tekkizib yoki inyeksiya ukol bilan davolanish kerak bo'lgan muammo. To'g'ri, unaqa davolarni ham qilganlar. Lekin sizni kursingizda o'qiganmilar, bilmadim. Yoki sizni shunaqa ko'p ko'rganmilar, o'zingiz bilan ham konsultatsiyada bo'lganlar shekilli. Bug'larim hozir yaxshi. Men hattoki yugurishga chiqayapman, yurishga chiqayotgandim, endi yugurishga ham o'tayapman sekin-asta degan fikrni aytdilar. Endi u tanishim yaqinroq inson bo'lgani uchun xursand bo'ldim, holatlari yaxshilanganiga sizning aloqangiz bor deb o'ylab qoldim-da jismoniy holatga. Shunaqa sehrgarman. Aha. Sehrgar deyishdi aytganchalik.